Salom do'stlar, sizlar bilan men yana bugun Dilis Safarovman. Bugungi videomizda sizlar bilan shu Dilis kanal Dilis akkauntimni tarixi va bugun shu Dilis bilan raqibimiz bilan bir o'ynab ko'raman. Jonli o'ynasam ham mayli demoqchi edim, lekin hozir bu yerda bir video olayotgandan keyin ham bu yerda Wi-Fi ham, keyin internet ham ancha qotishini bildim va sinovdan ham o'tkazib ko'rdim. Xo'sh do'stlar, hozir men bu mening hozirgi akkauntim 44 lik. Men hozir 2 soatdan keyin ochilishi kutilmoqda buni. Men hozirda 13-sigacha kelganman. 4 kundan keyin ketishar ekan. Men hozir rekordlarni ko'rib chiqaman. Xo'p, men anchadan beri kirmagandim bu yerga, shuning uchun hozir hammasini bilib olaman. Xo'p, men karyeram davomida 505 marta yutgan ekanman. 71 marta jonli efirda, exhibition matchda esa 3 marta, do'stlar bilan o'ynaganda 19 marta. Durang bo'lib qolgan ekan. Karyeramda 0 marta, jonli efirda 8 marta, exhibitionda 0 marta, do'stlar bilan ham 0 marta ekan. Yutqizganman, lekin men karyeramda 7 marta ekan, jonlida 22 ta va exhibition matchda 0 ta, do'stlar bilan 8 marta. Do'stlar buni tushunsa ham bo'ladiki, oldin bu akkaunt o'ynamay qolib ketgan. Shuning uchun oldin o'ynamay qolib ketgandan keyin masalan kimdir tegmagan, ukam masalan kimdir tegagan bo'lishi ham mumkin. Buni yutqizib qo'ygan ham bo'lishi mumkin. Hozir gollar bo'yicha Erling Haaland birinchi o'ringa chiqib olibdi 594 ta gol bilan. Assistlar bo'yicha assistent Lamine Yamal 287 ta ekan. Eng tezkor hat-trikchi Lamine Yamal ekan, 7 marta. Eng uzoq golimiz esa o'sha Erling Haaland 100 metrdan urgan ekan. Hozir eng tezkor gol esa Alessandro Marcandali ekan. Bo'lmasa komandamizga o'tamiz, My Teamga. Xo'sh do'stlar, hozir narsa esimdan chiqib qolibdi. Eng ko'p qizil olgan futbolchi esa Cristiano Ronaldo ekan, 2 dona ekan degan. Eng ko'p sariq kartochka olgan futbolchi esa bu Enzo Fernandez ekan. Bu yerda Eder Militao'lar bor ekan. Oldingi sotib olgan futbolchilari Abduqodir Husanov hozirda 7 ta gol ekan. Jackson Irvine 3 ta gol, 1 ta assist bilan oxirgi o'rinda turmoqda turibdi. Xo'p do'stlar, endi biz Liverpool bilan o'ynab ko'ramiz. Hammasi joyida. Templar hammasi o'z joyida do'stlar. Bo'lmasa Liverpool bilan o'yinni boshladik. These two teams are going head to head. This then how the home team Liverpool hozirda do'stlar, Liverpoolda ko'p kishilar tushib ketdi. Masalan, Cody Gakpo 81da 80 bo'lib ketdi. Yana Frimpongni ham aytishimiz mumkin, 80 edi. Lekin esa hozir 79. Muhammad Salah esa Dilisi 26 dan 85 yangilashdan so'ng 84 reytingli bo'lib qolmoqda. 84 reytingli bo'lib qolmoqda do'stlar. Shu bilan Salah ham o'yini ancha yomonlashdi, qaramoqda. Shuning uchun o'zini reytingi ancha tushib bormoqda do'stlar. Xo'p, bu yerda Lamine Yamal, Dembele, Mamardashvili hozir Dembele zarbasini qaytarmoqda. Bruno Fernandes, Gabriel, Van Dijk agar o'z to'picha hozir urganda. Kanada ham Realga keldi do'stlar. Ham buni bilsanglar kerak. Real bu safar ko'p transfer qilmoqda. Bernardo Silva, Ibrahim Konate, Denzel Dumfries va shular do'stlar. Enzo ham Realga kelishi kutilmoqda. Xo'p do'stlar, 2-0 Bruno Fernandes hisobni kengaytirmoqda. Do'stlar, men aytgancha yana bir Telegram kanalim bor. Dream Liga Arena 2026 deb ochilgan.
Bu hozir kanalga obuna bo'lishlaringiz uchun men hozir bu kommentida izohlarda Telegram kanalimning ссылкасini tashlab qo'yiraman, yozib qoldiraman. Bemalol ularni o'tishingiz mumkin. O'sha kanalga kirsangiz, men bilan ham birga o'ynashingiz mumkin. O'sha Telegram kanalga ulanib, gaplashib, kod yozib, video chat bilan o'ynash mumkin. Szoboszlai with the ball. He's got the ball and is in full sprint. Mbappe Valverde'ga pas. Valverde zarba yo'llaydi va Very glad to see that one go wide. sal qiyinroq ketmoqda. The weather here is getting worse. It started to rain. What effect will that have on the match? Florian Wirtz. Haaland He's shaping to yaxshi. shoot. Mbappe zarba gol. Yiqilib ham tushmoqda Mbappe. Already be pleased with his efforts for the Haaland ham juda zo'r o'ynadi bu goal of the yerda. save. Qarang, to'yib ketganlar qarang buni. Zo'rgina to'yib ketmoqda ham. An accurate pass. Bruno Fernandes yana Frimpong. Bruno Fernandes o'qadi, pressing ham baland. Dembele, Beshuno. Yirik hisob. Murabbiy saqlamoqda Jose Mourinho. Xo'p do'stlar, 5-0 gol tomosha qilib o'tirishga vaqt yo'q. Video vaqti cho'zib ketishi mumkin. For the first half there, defending has been questionable at times. Some Xo'sh stern do'stlar, words birinchi from daqiqa o'z manager in the nihoyasiga yetdi. Reklamalar odamlarni azoblaydi. King – официальный партнер гонок Формулы-1. Теперь в Узбекистане. X ham chiqsa Play endi. imagine. Xo'sh, bu yerda hech kim charchamagan, lekin biz almashtiramiz Viniciusni, Lamine Yamalni va bizga hujumchi bu Rafael'ni tushiramiz va Irvain, Vitinha deyotgan do'stlar bari asosiy tarkibdagilarni almashtirib qo'yish kerak. It's a second Ha, half. jonli efir Some fresh o'ynashga ham changes have ularning been joni made. yetish kerak, yana kuchi yetish kerak demoqchiman. Dribbles with the ball. Vinicius, He's won the ball back. Florian Wirtz yana Oh, he did really Vinicius well to'qnash keldi. Vini zarba there. yo'llaydi va Good Vavardashvilidan save. It was super headed save. goals. Do'stlar, keyingi videoyimda qanday video chiqarishimni xohlaysizlar? Penny would Komment get yozib on the end of qoldiring. this one. Leao. Balki jonli efir o'ynab ko'rarman. Balki ham harakat qilarman jonli efirda o'ynashda. A much higher target. Video olib. Qotish ham ancha ko'proqda, lekin qotadi, yutqazdim deb chiqaraveradi, 3-0 bo'lib Subs are qoladi. coming on and changes are being made. Vinicius Junior. Vini tepaga ko'taradi. Yamal, agar bu yerda Haaland bo'lganda, uni ham bo'yi ancha uzun, 1.95. Baribir bosh bilan ancha zo'r Vitinha in o'ynaydi. possession. Vini, They've taken it down the wing. Vinicius ko'tardi, Rafael'o va yana Mamadashvili zarbani bartaraf etmoqda. Desayni. Irvain Misplaced pass. to'pni olib qo'ydi va qoida buzilmoqda do'stlar. O sariq kartochka ham ko'rsatmoqda. Goes long. Do'stlar, shunaqa musura emas, endi nima taniqsiz o'yinchilar tushmoqda menga. Leao with the ball. Bugun aytishimiz mumkin, mana shu Avstraliya, ya'ni Irvainni davlati Turkiyani 2-0 hisobida mag'lub etdi. Men Dilsa Iminov kanalida ko'rgandimki, mana shu agar o'yinchilar bosqichma-bosqich chiqib ketaversa, 84 bo'ladi, 82 dagilar degan edi. Oh, so close 86, there. 88, 96 bo'lar ekan oxirgi final pulida. Agar Jahon chempionati kubogini qo'lga kiritsa bo'lar edi o'shasi. Headed forward. He's waiting to pull the trigger. Rafael'o Oh, 7 scores. guni That goal, his second of the match. уже dubl qildi. Dubl qildi ekan. 53-soniya va 80-soniyada dubl qildi. Xo'sh, bu yerda Desayli to'g'ri pas, aniq Now it's paslar. Vinicius. The
was a Xato goal in the yo'q. other match, and let's see. Rafaleoga pas beradi va o'zi Here's ketdi the va shot, denied by the post. 8-0. Rafaleo Real with the hat-trick. finish. Do'stlar 20 bilasizlar, seconds. agar masalan bitta He's hujumchi going home with the ishtakiga match tepsa, ball. ishtakiga Let's tegib have a to'p look at that qaytgandan one keyin again. masalan ikkinchi futbolchi gol ursa, ishtakiga tepgan futbolchiga assist yoziladi. A strong Buni tackle. hamma bilsa kerak, aytmasam ham. Xo'sh do'stlar, 2 sekund qo'shib berilibdi. It's 2 whipped into soniya. the box. O Salah nimani Desali. Well, the manager will be Xo'sh pleased do'stlar, with the result. o'yin ham Boosting o'z confidence for nihoyasiga this yetdi. team. Real Madrid Liverpool 8-0. O'yin ham tugadi. Endi bu yerda hozir sovg'alarni olamiz. Transferda Tielemans bilan Kerkes, Oblak, De Jong kelibdi. Frenkie De Jong ukasi emasmi shu? Luke De Jong ekan ismi. Badiashvili degan futbolchi kelibdi. Xo'sh do'stlar, bular bizga umuman keragi yo'q futbol. Shu ana legendarniy anaqa bor ekan. Ha do'stlar, hali bu yerda Haaland, Dembele, Mbappelar boya zaxiraga olganing uchun jonlari to'liqtirib shuning uchun keyingi o'yinda men Hakimi, Nuno Mendes shularni hammasini ikkinchi taymda zaxiraga olishim kerak. Xo'sh do'stlar, men bu Dream Point'da kim qancha yig'di? Men endi 25370 ta dona yig'dim. Hali 62500 gacha hali ancha bor ekan. Demak, uning uchun hali ko'proq o'ynash kerak. 78 kun bor hali. Men buni ochilishiga ham 2 soat qoldi. Men elektorlik boshqa akkauntimda men bu futbol tushdi. Xinkapiya tushdi. Mana shu futbol tushlarga elektorlik akkauntimda, hozirgi akkauntimda esa Yerevan tushdi. Do'stlar, keyingi safar ochganimda Husanov tushishi kerak. Husanov, Barkoli yoki Akanjilar yoki Kunya ham tushishi kerak do'stlar. Mayli, xo'p, bu ham mayli Eze yoki Nico Williams ham normalniy, ya'ni yaxshi futbol o'yinchilar. Xo'sh do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsin? Men mana shu videomiz izoh va kommentlarida Telegram silkasini yozib qoldiraman. Xo'p do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.